Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Elektron hukumatni joriy etishning bugungi mavzuimiz elektron hukumatni joriy etishning jahon tajribasi. Elektron hukumatda o'zaro munosabat turlari asosidagi axborot tizimlari bo'ladi. Rejamiz BMTning elektron hukumat rivojlanish reytingi, elektron hukumatda o'zaro munosabat shakllari, elektron hukumat infratuzilmasi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish departamenti har yili 2 yilda bir marta 193 a'zo mamlakatlar ichida elektron hukumat rivojlanish indeksi reytingini baholash maqsadida so'rov o'tkazadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining elektron hukumat rivojlanish reytingi mamlakatdagi qaror qabul qiluvchi shaxslar uchun kuchli va kuchsiz tomonlarni aniqlashning instrumental vositasi sifatida xizmat qiladi. Elektron hukumat rivojlanish reytingida 3 marta ketma-ket 2010, 2012 va 2014-yillar davomida Koreya Respublikasi birinchi o'rinni egallab kelmoqda. Avstraliya 2-o'rin, Singapur 3-o'rin, Fransiya 4-o'rinni egallab 2012-yilga nisbatan ko'tarilgan. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, O'zbekiston Respublikasi 2012-yil 91-o'rinni va 2014-yil 100-o'rinni egalladi. Jahondagi mamlakatlarning 2014-yil holati bo'yicha elektron hukumat rivojlanish reytingi quyidagicha. Birinchi o'rinda biz buni Birlashgan Millatlar Tashkilotining elektron hukumat rivojlanish reytingi va mamlakatdagi reytingini biz EGD deb nomlaymiz. Koreya Respublikasi Osiyodan birinchi o'rinni egallagan. 2-o'rin 14-yilda ham, 12-yilda ham. Avstraliya 2014-yilda 2-o'rinni, 2012-yilda esa 10-o'rinni egallab 10 pog'ona yuqoriga ko'tarilgan. Singapur 3-o'rinni egallab 2014-yilda 3-o'rinni egallagan, vaholanki undan oldin 7 pog'ona pastaydi. Fransiya 4-o'rinni band qilgan 2014-yil holatiga ko'ra va 2 pog'ona yuqorilagan. Niderlandiya 5-o'rinni egallab turibdi 2014-yil holatiga va 2 pog'onaga pastlagan. Vaholanki avval u 3-o'rinni egallagan edi. Yaponiya 6-o'rinni egallagan 2014-yilda 12 pog'onaga yuqorilab. Amerika 7-o'rinda 5 pog'ona pastlagan va u 2012-yilda 5-o'rinda bo'lgan, 14-yilda 7-o'rinda bo'lgan. 2 pog'ona pastlagan. Birlashgan Qirollik, ya'ni Angliya 8-o'rinni egallagan va 3 pog'ona pastlagan. Bu ham Yangi Zelandiya 9-o'rinni egallab, oldingi 2012-yilda o'tkazilgan so'rov natijalarida 13-o'rinni egallagan edi. Finlandiya 10-o'rinni egallagan va 1 pog'ona pastlagan. O'zbekiston Respublikasining reytingdan tushish sabablari. 2014-yil baholash va ma'lumotlarni yig'ish telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish va elektron hukumat dasturini amalga oshirish hamda qabul qilish boshlanishiga qadar 2013-yil may oyidan iyun oyiga qadar o'tkazilgan. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali 2013-yil 1-iyundan ishga tushirilgan. Elektron hukumat rivojlanish reytingida sobiq ittifoq, Sovet ittifoqi va MDH mamlakatlari 2014-yilda quyidagi jadvalda ko'rsatilgan. Xo'p, 15-o'rin Estoniya, Rossiyaning o'zi 27-o'rinda. Bizda O'zbekistonimiz 100-o'rinda, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikistondan oldingi o'rinlarda turibdi. Elektron hukumat rivojlanish indeksi quyidagi 3 ta indeks asosida aniqlanadi. Onlayn xizmatlar, telekommunikatsiya infratuzilmasi va inson kapitali. Elektron hukumat rivojlantirish indeksini belgilab beruvchi asosiy omil sifatida qaraladi. Onlayn xizmatlar indeksi elektron hukumatni rivojlanish reytingining onlayn xizmatlar indeksida 10 ta milliy veb-sayt BMT ekspert baholashdan o'tkaziladi. Bular Xalq ta'limi vazirligi, hozirgi kunda Maktabgacha ta'lim va maktab ta'lim vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, hozirgi kunda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi deb yuritiladi. Mehnat vazirligi, hozirgi kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Sog'liqni saqlash, Moliya vazirligi, hozirgi iqtisodiyot va moliya vazirligi deb nomlanadi. Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, davlat soliq qo'mitasi, davlat bojxona qo'mitasi portallari, hukumat portali, yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidir. Bunda yuqorida keltirilgan milliy veb-saytlar o'zlarining fuqarolariga onlayn xizmat ko'rsatish qobiliyati bilan baholanadi.
Bundan tashqari, fuqarolarning elektron ishtirok etishi va qarorlarni qabul qilish jarayonida qatnashishlari elektron hukumat tomonidan rag'batlantiriladi. Bu elektron hukumatning eng murakkab darajasi hisoblanadi va quyidagilar bilan xarakterlanadi. Gorizontal bog'lanishlar, ya'ni davlat organlari o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishlar, vertikal bog'lanishlar, markaziy va mahalliy davlat organlari o'rtasidagi. Keyingisi infratuzilmaviy bog'lanishlar, moslashuvchanlik, ya'ni bir-birlariga integratsiyasi, davlat organlari va fuqarolar o'rtasidagi bog'lanishlar va 5-inchisi manfaatdor tomonlar o'rtasidagi bog'lanishlar. Davlat organlari, xususiy sektor, ta'lim muassasalari, davlat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatda. Telekommunikatsiya infratuzilmasi indeksi. Telekommunikatsiya infratuzilmasi indeksi elektron xizmatlarni yetkazib berish bilan bog'liq aloqa tarmoqlari infratuzilmasiga taalluqli quyidagi 5 asosiy ko'rsatkich yig'indisidan iborat. Har bir holatda xalqaro elektr aloqa ittifoqi asosiy manba hisoblanadi. 5 ta ko'rsatkichlar bular. 100 kishiga nisbatan internet foydalanuvchilar ulushi, 100 kishiga nisbatan telefon liniyalari ulushi, 100 kishiga nisbatan uyali aloqa foydalanuvchilar ulushi, 100 kishiga nisbatan ajratilgan keng polosali tarmoq ulushi, 100 kishiga nisbatan simsiz keng polosali tarmoq ulushiga nisbatan olinadi. Inson kapitali indeksi. Inson kapitali indeksi ikkita ko'rsatkichlar. Kattalar savodxonlik darajasi va boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus ta'limni o'z ichiga olgan yoshlar savodxonlik darajasidan iborat. Kattalar savodxonlik darajasi 3 dan 2 qism. Yoshlar savodxonligi esa 3 dan 1 qism beriladi. Ma'lumotlar asosan UNESCO ma'lumotlariga asoslanadi va BMTning taraqqiyot dasturi inson rivojlanish hisoboti bilan to'ldiriladi. Inson kapitali indeksini takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasida quyidagi chora-tadbirlar ishlab chiqildi va amalga oshirilmoqda. Birinchisi, idoralararo ishchi guruhni shakllantirish. Ikkinchisi, elektron hukumatni rivojlantirish bo'yicha O'zbekiston reytingini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni tasdiqlash. Uchinchisi, yagona ochiq ma'lumotlar portalini yanada rivojlantirish. To'rtinchisi, baholanuvchi davlat idoralari veb-saytlarini takomillashtirish uchun moliyalashtirish chora-tadbirlarini amalga oshirish. 5-inchisi, BMTning iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha departamenti va UNESCO bilan yaqin hamkorlikni tashkil qilish. 6-inchisi, ijtimoiy tarmoqlar va forumlarda davlat idoralari matbuot xizmatlarini faollashtirish. Elektron hukumat o'zaro munosabat shakllari. Elektron hukumat tizimi fuqarolar bilan hokimiyat, turli ijtimoiy xizmatlar, qo'mitalar, tashkilotlar, umuman olganda istalgan darajadagi rahbar xodim bilan ochiq interfaol rejimda muloqot qila olish imkonini yaratadi. Shunday qilib, elektron hukumat tizimi sarf-xarajat talab qiladigan tizim sifatida qaralmasdan, balki davlat boshqaruvini amalga oshirish tamoyilining jamiyatni axborotlashtirishdagi keng ko'lamli elementi ko'rinishda qaralmog'i lozim. Albatta, sodir bo'ladigan o'zgarishlar saylov tizimi, qonunchilik faoliyati, barcha darajadagi hokimiyatlarning fuqarolar oldidagi mas'ulligini, nazoratini amalga oshirish tizimlari, ularning birlashmalari va tadbirkorlik faoliyatini qamrab olish lozim. Qisqacha qilib aytganda, bu jarayonni jamiyat hayoti asosini aniqlovchi muhim subyektlarning o'zaro munosabatlari ko'rinishida tasavvur qilish mumkin. Bular davlat, mamlakat fuqarolari, jamiyat tashkilotlari, jamoat tashkilotlari va tadbirkorlik subyektlaridir. Bunda fuqarolar birgalikda fuqarolik jamiyatini tashkil qilsa, tadbirkorlik subyektlari esa mamlakatning iqtisodiyotini aniqlaydi. Davlat esa o'zaro munosabatlarni birlashtiruvchi yoki integratsiyalovchi tizim hisoblanadi. Bu munosabatlar quyidagi shakllarda namoyon bo'ladi. Masalan, G2G davlat boshqaruv organlarining o'zaro aloqalariga yo'naltirilgan shakl. G2B davlat boshqaruv organlari bilan tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi o'zaro munosabatga yo'naltirilgan shakl. G2C davlat boshqaruv organlari bilan fuqarolar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga yo'naltirilgan shakl. Keyingisi G2N davlat boshqaruvi organlari bilan notijorat tashkilotlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga yo'naltirilgan shakl hisoblanadi. G2E davlat boshqaruv organlari bilan uning xodimlari o'rtasidagi munosabatlarga yo'naltirilgan shakl nazarda tutilyapti. Shunday qilib, elektron hukumatda hamkorlik ikki turda bo'lishi mumkin. Ichki va tashqi hamkorlik. Ichki hamkorlik davlat organlari, idoralar o'rtasidagi munosabatlar shakllanadi. Tashqi hamkorlik davlat organlari bilan fuqarolar, tadbirkorlik subyektlari, notijorat tashkilotlari o'rtasidagi munosabatlar hisoblanadi. Elektron hukumat tizimi, xususan uning G2G moduli
to'g'risida so'z yuritganda barcha darajadagi davlat hokimiyati organlarining boshqaruv jarayonlarini axborotlashtirish, bu organlarni aholi va biznes subyektlari bilan o'zaro munosabat funksiyalarini qo'llab-quvvatlovchi kompyuter tizimlarini yaratish tushuniladi. Agar idoralarda ushbu jarayonlar avtomatlashtirilmagan bo'lsa yoki elektron hujjat aylanishi mavjud bo'lmasa, davlatning ichki tranzaksiyalari amalga oshirilgan va qog'ozsiz ish yuritish rejimi joriy etilgan deb bo'lmaydi. Bu borada faqat alohida joriy qilingan amaliyotlar, masalan, elektron pochta orqali ma'lumot jo'natib, qog'ozga chop etib, mansabdor shaxsga qo'l qo'ydirish jarayoni elektron hukumat tizimidan yiroqdir. Elektron hukumat infratuzilmasi quyidagilardan iborat. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi elektron hukumati quyidagilardan iborat. Markaziy ma'lumotlar bazalaridan, idoralararo elektron hamkorlik qilish tizimidan, davlat organlarining axborot tizimlari va axborot resurslari hamda ularning majmualaridan, davlat organlarining rasmiy veb-saytlari va yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan, ma'lumotga ishlov berish markazi va idoralararo ma'lumot uzatish tarmog'idan iborat bo'ladi. Elektron hukumatning markaziy ma'lumotlar bazasi, ya'ni elektron hukumat tizimining tashkillashtirish chizmasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013-yil 27-iyundagi 1989 sonli qaroriga ko'ra qarordan olingan. Xo'p, aholi va tadbirkorlik subyektlari shunda ko'rsatib o'tilgan bu chizmamiz. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali 2013-18-yilda rivojlantirish bo'yicha turli xil vazifalar belgilab berilgan davlat organlarining veb-saytlari jami 115 tani tashkil qiladi. Axborot tizimlari kompleksi. Bular har bir yillarga mo'ljallab qo'yib chiqilgan 2013-yildan 2020-yilgacha. Markaziy ma'lumotlar bazasi 6 ta. Ma'lumotnomalar, yuridik shaxslar, ko'chmas mulk, milliy geografik axborot tizimi, jismoniy shaxslar, avtotransport vositalari ma'lumotlar bazasi. Va bunga elektron hukumat tizimini rivojlantirish markazi nazorat qiladi. Axborot xavfsizligini ta'minlash markazi esa buni xavfsizligini ta'minlash uchun alohida e'tibor qaratadi. Elektron hukumatning markaziy ma'lumotlar bazalari yagona markazlashtirilgan axborot manbalarini taqdim etuvchi davlat axborot resurslari bo'lib, ularda davlat xizmatlari ko'rsatish hamda idoralararo elektron hamkorlik qilish uchun davlat organlarining asosiy ma'lumotlari umumlashtiriladi va saqlanadi. Elektron davlat xizmatlari ko'rsatish chog'ida, shuningdek, idoralararo elektron hamkorlik qilish chog'ida elektron hukumatning markaziy ma'lumotlar bazalaridagi axborotdan foydalaniladi. Elektron davlat xizmatlari ko'rsatish uchun, shuningdek, idoralararo elektron hamkorlik qilish uchun zarur bo'lgan boshqa axborot davlat organlarining axborot tizimlari va axborot resurslarida ham saqlanishi mumkin. Elektron hukumatning markaziy ma'lumotlar bazasini yaratish, ulardan foydalanish va saqlash tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Idoralararo elektron hamkorlik qilish tizimi davlat organlarining axborot tizimlari va axborot resurslari hamda ularning majmualari tashkil qiladi. Idoralararo elektron hamkorlik qilish tizimi elektron davlat xizmatlari ko'rsatish chog'ida davlat organlarining funksiyalari va vazifalarini amalga oshirish maqsadida ularning o'zaro hamkorligini ta'minlaydi. Davlat organlari tomonidan axborot tizimlari va axborot resurslarini yaratish chog'ida idoralararo elektron hamkorlik qilishni ta'minlash uchun elektron hukumatning markaziy ma'lumotlar bazalari va ularning integratsiyalashuvi imkoniyati nazarda tutilgan bo'lishi kerak. Idoralararo elektron hamkorlik qilish tizimi axborotni to'plashga, saqlashga, unga ishlov berishga, uni uzatishga va almashishga doir talablar asosida ishlaydi. Davlat organlarida foydalanadigan hujjatlar elektron hujjat aylanish to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq asosan elektron hujjatlar tarzida yaratilishi, jo'natilishi va saqlanishi kerak. Idoralararo elektron hamkorlik qilish vositasida uzatiladigan hujjatlarning va axborotning ro'yxati elektron davlat xizmatlarining reglamentlari bilan belgilanadi. Idoralararo elektron hamkorlik qilish tizimining ishlash tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Davlat organlarining elektron hukumatdagi axborot tizimlari va axborot resurslari ushbu organlarning vakolatlari doirasida axborotlarni to'plashni, saqlashni, izlashni, unga ishlov berishni, shuningdek undan foydalanishni ta'minlaydi. Davlat organlarining elektron hukumatdagi axborot tizimlari va axborot resurslarini to'plashni, saqlashni va unga ishlov berishni, shuningdek ushbu organlarning o'zaro elektron hamkorligi jarayonlarini avtomatlashtirishni ta'minlaydigan majmualarga birlashtirilishi mumkin. Davlat organlarining rasmiy veb-saytlari va yagona interaktiv davlat xizmatlari portali.
Elektron davlat xizmatlari ariza beruvchilarga davlat organlarining rasmiy veb-saytlari orqali hamda davlat organlari tomonidan ko'rsatiladigan interaktiv davlat xizmatlaridan foydalanishning yagona nuqtasi bo'lgan Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ko'rsatiladi. Elektron davlat xizmatlarini ko'rsatuvchi davlat organlari elektron davlat xizmatlari ko'rsatish tartibi to'g'risidagi axborotni rasmiy veb-saytiga joylashtiradi. Elektron hukumatning ma'lumotlarga ishlov berish markazi va idoralararo ma'lumot uzatish tarmog'i elektron hukumatning ma'lumotlarga ishlov berish markazi elektron davlat xizmatlari ko'rsatuvchi davlat organlarining idoraviy va idoralararo axborot tizimlari hamda axborot resurslarining elektron hukumat markaziy ma'lumotlar bazalarining saqlanishi va integratsiyalashini ta'minlaydi. Elektron davlat xizmatlari ko'rsatuvchi davlat organlari idoraviy va idoralararo axborot tizimlari hamda axborot resurslarining elektron hukumat markaziy ma'lumotlar bazasini o'zaro hamkorligi elektron hukumatning ishtirokidagi ma'lumotlar uzatish tarmog'ini amalga oshiriladi. Ichki ma'lumotlar uzatish tarmog'i orqali amalga oshiriladi. Xo'p, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013-yil 27-iyunda qabul qilingan iyundagi 1989-son qarori bilan belgilangan O'zbek Respublika milliy axborot kommunikatsiya tizimlarini 2013-yil 2020-yillar mobaynida rivojlantirish kompleks dasturi tarkibiga kiruvchi elektron hukumat axborot tizimlari majmualari va ma'lumotlar bazalarini yaratish bo'yicha quyidagi tadbirlar va loyihalar ro'yxati tasdiqlangan. Markaziy elektron hukumat tizimining markaziy ma'lumotlar bazasini shakllantirish, bunga ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash mexanizmini standartlashtirish hisobiga kadastr va ko'chmas mulkni ro'yxatga olish axborot tizimini joriy qilish, O'zbekiston Respublikasi milliy geografik axborot tizimini yaratish, jismoniy shaxslar ma'lumotlar bazasini shakllantirish, noyob identifikatsiya bilan yuridik shaxslar ma'lumotlarini shakllantirish noyob identifikatsiya bilan bu ham davlat boshqaruv tizimida yagona ma'lumotlar almashish reglamenti va shakliga asosan ro'yxatdan o'tish qo'llanmasi va tasniflagichlari ma'lumotlar bazasini shakllantirish, avtotransport vositalari hisobi va ro'yxatga olish bo'yicha yagona ma'lumotlar bazasini yaratish kabi bir necha chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan. Hurmatli talabalar, bugungi darsimiz shu bilan yakunlaymiz. Xayr, keyingi darsgacha salomat bo'ling.